Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugungi ishni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Bayramdan keyin ishlar jadal, bemorlar ko'p. Va so'z o'rnida shuni aytmoqchimanki, sizga ma'lum, biz ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, Facebook, Telegram va YouTube ijtimoiy tarmoqlarida o'zimizning sahifalarimizga egamiz va bu sahifalarni albatta xalqimizning tibbiy madaniyatini oshirish yo'lida bemorlarda o'sha kasalliklar to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishi to'g'ri va shu navbatda o'z o'rnida, o'z vaqtida to'g'ri shifokorga murojaat qilishlarini ta'minlash maqsadida yuritamiz. Va ko'proq menga shaxsiy xabarlar kelyapti. Ya'ni kim doktor Habib, siz avvalgi postlaringizda gipofiz adenomasini operatsiyasini tatbiq qildingiz va uni burun orqali endoskopda operatsiya qilib olib tashlash mumkinligini aytyapsiz dedi. Lekin va aytishyaptiki, doktor Habib, siz hamma operatsiyada adenoma bor odamlarni siz operatsiyaga taklif qilasizmi deb. Yo'q. Men shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni hamma gipofiz adenomalari ham operatsiyaga mumkin emas. Ya'ni agar sizda nevrologik buzilishlar bo'lmasa, ya'ni adenomada asosan nima? Birinchi navbatda ketadigan narsa bu ko'rish faoliyatining buzilishi. Va ikkinchi navbatda o'sha qo'l oyoqlar, ya'ni kattalashishi, jag'lar, yuzlar kattalashishi, burunlar va akromegaliya belgilari bo'lmasagina siz kichkina hajmli shunaqa simptomsiz kechadigan, agar dashi gormonal buzilishlar bo'ladigan bo'lsa ham, haysikli buzilgan, boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa ham siz operatsiya qilishingiz shart emas. Buni dori-darmon bilan o'sha mashhur butun dunyoda standart qo'llaniladigan Kabirganin yoki Dastenix preparati bilan siz to'xtatib, o'sishdan qaytarib, qayta so'rdirib yuborish imkoniyatiga egasiz. Agar gipofiz adenomasi kattalashsa, 1 santimetrdan kattalar, o'zi makroadenoma deyiladi. O'shanaqa makroadenoma bo'lib, miyani ichiga qarab bosib, ko'ruv nervini bosib va ko'zda har xil o'zgarishlar keltirib chiqarsa, ko'rish faoliyatiga ta'sir qilasagina biz neyroxirurg sifatida biz sizga operatsiya taklif qilamiz. Operatsiyani maqsadi bemorda hayot sifatini yaxshilash, umrini uzaytirish va hayotiga mazmun berish, buzilgan narsani tiklash yoki buzilishni oldini bartaraf qilishdan iboratdir. Shunday ekan, ko'zida muammosi bor insonlarga bu asosan tezda zudlik bilan operatsiya taklif qilinadi. Sababi ko'ruv nervi shunaqangi nozik nervchi, agar siz ko'r bo'lib qolsa adenoma sababli uni tiklanish ehtimoli juda past. Ya'ni ko'r bo'lib qolish, nasibda bir umrga ko'r bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ko'zida muammosi bor insonlarda va akromegaliyasi bor bemorlarda gipofiz adenomasini operatsiya qilish taklif qilinadi. Asosan ko'pchilik adenomalar, makroadenomalar xavfsiz, miyani ochmasdan burun orqali o'sha kesmalarsiz endoskopda mini-invaziv usulda olib tashlanishi mumkin. Ammo ba'zi hollarda esa bizda gipofiz adenomasi miyani ichki qismlarigacha o'sib ketgan bo'lsa, mana oxirgi bitta kezimizda shunaqa holat bo'lgan. Bu holatda bizlar albatta gipofiz adenomasi birinchi etapda bosh endi ko'ruv nerviga ta'sir qilgani uchun biz birinchi ko'z nervini dekompressiya qilish maqsadida ham endoskopik transnazal burun orqali operatsiya qilib olib tashlaymiz. Agar adenoma suyuqroq bo'lsa, yumshoqroq bo'lsa, endoskop bilan yuqoridagi qismlari ham pastga tushib burun orqali olib tashlash imkoniyati mavjud. Agar gipofiz adenomasining hajmi haddan ziyod katta va tepadagi nerv qon tomirlari, ichki ko'rta arteriyasi, ko'ruv nervlariga yopishgan bo'lsa va qattiqroq bo'lsa, endoskop orqali hammasini ham olib tashlash imkoni bo'lmaydi. To'g'ri, miyani ichidagi qismi pastga tushmaydi. Shu sababli ikkinchi etap operatsiya boshda ochib, kraniotomiya qilib operatsiya qilish tavsiya qilinadi. Bu holatlar juda kamdan kam uchraydi. Agar vaqtida aniqlangan adenomadaji ko'zda o'zgarishlar bo'lsa ham, kichik haroq hajmda miyani ichiga unaqa ko'p o'sib ketmagan, juda chuqur o'smagan adenomalarni burun orqali xavfsizroq nisbatan bosh miyaga ochib qilinadigan operatsiyalarga nisbatan xavfsizroq qilib olish imkoniyati tug'iladi. Shuning uchun agar ayol xotin qizlarimizda menstruatsiya sikllari buzilishi, ko'zning ko'ruv nervini buzilishlari bilan kelib chiqadigan yoki alohida uchraydigan bo'lsa, albatta endokrinologlarga murojaat qilishi va gormonlar balansini tekshirish bilan bir qatorda bosh miya MRT tekshiruvlarini o'tkazishi va o'zida adenoma bor yoki yo'qligiga ishonch hosil qilish kerak.
va adenoma aniqlangan holda albatta neyroxirurgga murojaat qilish kerak.